Siz ham shunday his qildingizmi? Ilgari oson qilgan ishlar endi qiyin tuyuladi. Energiya yo'q, motivatsiya past, kuch avvalgidek emas. Ko'pchilik erkaklar buni shunchaki yosh o'tishi deb tushuntiradi va davom etaveradi. Lekin buning ortida aniq biologik sabab bor va tabiat bunga allaqachon javob bergan. Dunyo endokrinologlar jamiyati Endocrine Society rasmiy tasdiqladi. Testosteron 30 yoshdan keyin har yili taxminan 1% ga kamayadi. Bu raqam kichik ko'rinadi, lekin 10 yil ichida bu seziladi. Testosteron erkaklarda nimalar uchun javobgar? Mushak massasi va kuchi, yog' taqsimoti, suyak zichligi, qizilqon hujayralari, libido va reproduktiv salomatlik. Ya'ni bu faqat jinsiy salomatlik emas. U butun organizmning asosiy tizimi. Uning pasayishi asta-sekin bo'ladi, lekin oqibatlari aniq seziladi. Doimiy charchoq, motivatsiya pasayishi, mushaklarda kuchsizlik. Palma gul changi har bahor palma daraxtlaridan yig'iladigan tabiiy ekstrakt. Sunnah Products fayldagi ma'lumotlarga ko'ra, uning vatanida istiqomat qiluvchilar mustahkam salomatligi va erkaklik kuchini ko'p hollarda aynan shu mahsulot bilan bog'lashadi. Tarkibida nima bor? Proteinlar va aminokislotalar, B guruh vitaminlari va D vitamini, temir, magniy, fosfor, kalsiy va eng muhimi insonnikiga o'xshash gormonlar. Aynan shu tarkib uni erkaklar salomatligi uchun alohida qimmatli qiladi. Bu faqat an'anaviy ishonch emas, ilmiy tadqiqotlarda ham tasdiqlangan. Bentham Science Publisher jurnalida chop etilgan klinik tadqiqotda 24 nafar erkaklarga 3 oy davomida kuniga 6 gram palmagul changi kukuni beriladi. Natijada testosteron darajasi 5,31 dan 6,88 milligramgacha, ya'ni 29% ga oshadi. Xuddi shu tadqiqotda yana bir muhim natija aniqlanadi. Palmagul changidagi tabiiy moddalar testosteronning boshqa shakliga aylanishini kamaytiradi. Bu esa qondagi testosteron darajasini ushlab turadi. Muhim farq, bu mahsulot organizmga sun'iy gormon yuklamaydi. Aksincha, organizmning o'z gormonlarini ishlab chiqarishini rag'batlantiradi. 2 oylik klinik sinovda palmagul changini qabul qilgan erkaklarda jinsiy istak, faollik va umumiy qoniqish darajalari sezilarli yaxshilanadi. 3 oylik sinovda esa spermatozoidlar soni, harakatchanligi va testosteron darajasi sezilarli darajada oshdi. Bularning barchasi sun'iy stimulyatorlar orqali emas, organizmning o'z mexanizmlarini faollashtirish yo'li bilan ta'minlangan. Bu asosiy farq. Palmagul changi kukun va kapsula shaklida mavjud. Kukun shaklida 100 gram changi 1 kilogramm asal aralashtiriladi. Kunda 3 marta har kuni bir xil vaqtda qabul qilinadi. Bu juda muhim. Gormonlar tizimi muntazamlikka javob beradi. Kapsula shaklida kunda 2 dan 3 martagacha 2 kapsuladan ovqatdan 30 daqiqa oldin. To'liq natija uchun kamida 3 oylik kurs. Qandli diabeti borlar asalsiz qabul qiladi va har doim esda tuting, har qanday tabiiy mahsulotni qabul qilishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Erkaklar kuchi faqat yosh bilan belgilanmaydi. Ko'p hollarda bu organizmga qanday g'amxo'rlik qilishingizga bog'liq. Tabiat allaqachon javob bergan. Sizga faqat undan to'g'ri foydalanish qoldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing. Keyingi videolarda davom etamiz.